Chaplama kebabning belli qilish retseptini yo'llab bersangiz deb so'rabsizlar. Bugun belli qilgan retseptini yo'llab etdim. Kebab va yemak-ichmak tijorat qiladigan do'stlar saqlab olsanglar, foydalanib olsanglar bo'ladi. Oldi bilan 1 kilogram go'shtni 60 gram yig'irlatib parchalab olamiz. Xaridorlarning taklifiga asosan biz yangpayni qildik. Yurak besi 555 raqamlarini yo'llab etgandan keyin kebabchi do'stlar bo'lsa avatib qo'ysanglar bo'ladi. Oldi bilan yarim tal bosh piyozni inchik holatda to'g'rab olamiz. Yarim tal shoxlakni filmda ko'rsatilgan holatda nepiz qilib to'g'rab olamiz. To'xoning tuxumidan 1 kilogram go'shtga 3 tal chaqamiz. Tuzdan 10 gram tuzni jonlab tayyorlab olamiz. Vejandan 10 gram jonlab olamiz. Yoqtirmaydiganlar vejan solmasanglar bo'ldi. Tuz bilan vejonni solib etgandan keyin 10 gram xushbaroq kebab do'risini solamiz. Ravurs aralashtirib, doridamakning, piyozning, shoxlining ta'mini chiqarib olamiz. Filmda ko'rsatilganidek mijib suyini chiqarib olsak bo'ladi. Qo'noqning o'rnidan 70 gram unni jonlab olgandan keyin piyozning ustiga solamiz. Qo'noqning o'rnini solib bo'lgandan keyin ravurs aralashtirib, filmda ko'rsatilgan holatdagidek umash holatga ayqib olamiz. Ondan parchalab olgan go'shtimizni silib, bir aralashtirib etgandan keyin 2 minut atrofida tamlantirib o'tamiz. Vaqt to'shgandan keyin chaplagan vaqtimizda piyozlarni go'shtdan ayirib turib, undan keyin chaplaymiz. Tonurning havosini normal temperaturada tangshib etgandan keyin filmda ko'rsatilgan bo'yicha tizib chaplaymiz. 15 minut vaqt to'shgandan keyin samiz qilmaganda qumrab, xaridorlarning iste'mol qilishga sunsaqli bo'ladi. Tonur kebab, ziqliq kebab, jazro, tovuq kebab, qozon kebab, mushundek har xil chaplama kebablarning dori-darmon xurishlar lozim bo'lsa 187 99 17 81 50 mush nomerni undilar qo'shib sotib olsanglar bo'ldi. Jungoning har qaysi joylariga masalamiz.